Vanganing 2026-yil oxirigacha bo'lgan eng dahshatli bashoratlari. 2026-yil hali tugamadi. Ammo internetda tarqalayotgan ayrim bashoratlarga ishonsak, yilning eng muhim voqealari hali oldinda bo'lishi mumkin. Dunyodagi keskinliklar, tabiatdagi tushunarsiz o'zgarishlar, sun'iy intellektning aql bovar qilmas darajada tez rivojlanishi va osmondan kelishi mumkin bo'lgan sirli xabar. Bularning barchasi bir-biriga bog'liq bo'lishi mumkinmi? Eng qizig'i, bugun sodir bo'layotgan ayrim voqealarni ko'rib, ko'pchilik yana bir nomni eslamoqda. Vanga. Uning nomi bilan bog'lanayotgan 2026-yil haqidagi bashoratlar orasida shundaylari borki, agar ulardan hatto bittasi amalga oshgan taqdirda ham butun dunyo bu haqda gapirishi mumkin. Ammo eng sirli bashoratni videoning oxiriga saqladik. Chunki ayrim talqinlarga ko'ra, u insoniyat tarixidagi eng buyuk savollardan biriga javob beradi. Birinchi bashorat dunyodagi kuchlar muvozanatini o'zgarishi. Vanga nomi bilan tarqalayotgan 2026-yil bashoratlarida eng ko'p uchraydigan mavzulardan biri dunyodagi siyosiy kuchlar muvozanatining o'zgarishi. Bu yerda bir narsani aniq aytish kerak. Vanganing aynan 2026-yil uchun aytgan so'zlarini tasdiqlovchi to'liq va ishonchli yozma arxiv noma'lum qo'llarda qolmoqda. Shunga qaramay, keyingi yillarda uning nomi bilan bog'langan talqinlarda Yevropa uchun og'ir davr, Sharqning ta'siri kuchayishi va yirik davlatlar o'rtasidagi raqobat yangi bosqichga chiqishi haqida ko'p gapirilmoqda. Endi buni bugungi dunyo bilan solishtiramiz. Davlatlar qurollanishga katta mablag' sarflamoqda. Savdo urushlari kuchaymoqda. Texnologiya, sun'iy intellekt, chiplar, energiya va strategik resurslar uchun raqobat tobora keskinlashmoqda. Bir paytlar dunyodagi asosiy kuch harbiy qudrat bilan o'lchangan bo'lsa, endi yangi qurol paydo bo'ldi. Axborot, texnologiya va sun'iy intellekt. Shuning uchun 2026-yil oxirigacha sodir bo'lishi mumkin bo'lgan eng katta o'zgarish yangi urush boshlanishi emas, balki dunyoda kim kuchli ekanligini belgilaydigan yangi tartibning shakllanishi bo'lishi mumkin. Ammo Vanga nomi bilan tarqalayotgan bashorat bundan ham xavotirli. Chunki siyosiy inqirozdan qochish mumkin, tabiatdan esa har doim ham emas. Ikkinchi bashorat tabiat insoniyatni ogohlantirishidir. Kuchli zilzilalar, suv toshqinlari, o'rmon yong'inlari, rekord darajadagi issiqlik va yil yakuniga qadar bo'lishi kutilayotgan kutilmagan sovuqlar. So'nggi yillarda tarixda birinchi marta rekord yangilandi degan xabarlarni qanchalik ko'p eshitayotganligimizni o'ylab ko'ring. Vanga nomi bilan tarqalayotgan ayrim bashoratlarda 2026-yil tabiiy ofatlar kuchayadigan davr sifatida tasvirlanadi. Hatto ba'zi internet manbalarida yer yuzining katta qismi turli tabiiy hodisalardan zarar ko'rishi haqida da'volar ham ko'paymoqda. Bir haqiqat bor, iqlim o'zgarmoqda, okeanlar isimoqda. Ekstremal ob-havo hodisalari insoniyat uchun tobora katta iqtisodiy va ijtimoiy xavfga aylanmoqda. Ammo keyingi bashoratda tasodifiy o'xshashlik yanada kuchliroq ko'rinadi. Chunki gap insonning o'zi yaratgan kuch haqida ketmoqda. Uchinchi bashorat sun'iy intellekt yangi davrni boshlaydi. Bir necha yil oldin sun'iy intellekt bilan suhbatlashish fantastik filmlarga xos g'oya edi. Bugun esa u matn yozadi, rasm yaratadi, video tayyorlaydi, inson ovozini taqlid qiladi, murakkab ma'lumotlarni tahlil qilib beradi. Va bu hali boshlanishi. Vanga nomi bilan tarqalayotgan zamonaviy talqinlarda 2026-yil texnologiya va sun'iy intellekt insoniyat hayotida yanada katta o'rin egallaydigan davr sifatida ko'rsatilmoqda. Albatta, bu yerda ham ehtiyot bo'lish kerak. Chunki bugun insoniyat oldida haqiqiy bir savol turibdi. Agar mashina insondan tezroq o'rgansa, tezroq tahlil qilsa va bir kun kelib ayrim sohalarda insondan yaxshiroq qaror qabul qila boshlasa-chi? Nazorat kimning qo'lida qoladi? Insonnimi yo algoritmlarni? Eng katta xavf robotlar ko'chalarda chiqishi bo'lmasligi mumkin. Eng katta xavf insonlar haqiqat bilan soxta axborotni ajrata olmay qolishida bo'ladi. Tasavvur qiling, siz ko'rayotgan video haqiqiy emas.
Eshitayotgan ovozingiz esa o'sha insonniki emas. O'qiyotgan xabaringiz ataylab sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan. Shunda haqiqatni kim belgilaydi? 2026-yil oxirigacha aynan sun'iy intellekt sohasida sodir bo'ladigan bir texnologik yangilik millionlab odamlarning ishlash va yashash tarzini o'zgartirib yuborishi xavfi mavjud. Ammo keyingi bashorat texnologiya haqida emas. Bu inson hayotining eng qadimiy muammosi haqida. Kasallik va o'lim. 4-bashorat tibbiyotda kutilmagan burilish haqida. Vanga nomi bilan bog'langan ba'zi bashoratlarda insoniyat og'ir kasalliklarga qarshi yangi usullarni topishi haqida gapiriladi. Bu yerda ham aniq yillar va aniq kasalliklar haqidagi internet da'volariga ehtiyot bo'lish lozim. Ammo zamonaviy tibbiyotda sodir bo'layotgan voqealarning o'zi hayratlanarli darajada. Shaxsiylashtirilgan davolash, saratonga qarshi yangi immunologik usullar, sun'iy intellekt yordamida dori vositalarini izlash, hatto laboratoriyalarda inson to'qimalari va organlarini yetishtirish bo'yicha tadqiqotlar. Bir paytlar fantastika hisoblangan g'oyalar asta-sekin laboratoriyalarga kirib kelmoqda. Shuning uchun 2026-yilning qolgan qismida tibbiyotdan keladigan katta yangilik harbiy yoki siyosiy xabarlardan ham muhimroq bo'ladi. Chunki tarixni faqat urushlar o'zgartirmaydi. Ba'zan bitta ilmiy kashfiyot ham millionlab insonlarni taqdirini o'zgartirib yuborishi mumkin. Ammo Vangaga nisbatan beriladigan yana bir bashorat borki, u iqtisodiyotga tegishli. Va agar u haqiqatdan yaqinlashsa, uni deyarli har bir inson o'z hamyonida his qiladi. 5-bashorat pul va iqtisodiy tizimdagi katta sinov. Dunyo iqtisodiyoti bir-biriga juda qattiq bog'langan. Bir mamlakatdagi urush boshqa mamlakatda narxlarni oshiradi. Bir dengiz yo'lining yopilishi minglab kilometr uzoqlikdagi mahsulot narxiga ta'sir qiladi. Bir yirik bank yoki bozordagi muammo esa butun dunyoga tarqalishi mumkin. Vanga nomi bilan tarqalayotgan 2026-yil tanqinlarida iqtisodiy beqarorlik ham tez-tez tilga olinadi. Qimmatchilik, moliyaviy bozorlardagi tebranishlar, valyutalarga ishonch masalasi, raqamli pullarning kuchayishi. Lekin bu yerda eng qiziq savol boshqa. Agar kelajakda pulning o'zi o'zgarsa-chi? Qog'oz pullar o'rnini tobora ko'proq raqamli to'lovlar egallamoqda. Markaziy banklar raqamli valyutalarni o'rganmoqda. Kriptovalyutalar esa allaqachon global moliyaviy tizimning bir qismiga aylandi. Ehtimol kelajakdagi eng katta iqtisodiy inqilob pulning qimmatida emas, uning shaklida bo'lar. Ammo endi eng sirli bashoratga keldik. Bu bashorat shu qadar g'alati-ki, uni eshitgan odamning birinchi reaksiyasi bu mumkin emas deyish bo'ladi. 6-bashorat 2026-yil noyabr va yilning yakuniga qadar osmondan keladigan sir. Ayrim internet manbalarda Vanga 2026-yil noyabr oyida osmonda ulkan noma'lum obyekt paydo bo'lishini bashorat qilgan degan sensatsion da'vo tarqalmoqda. Hatto ba'zi talqinlar buni insoniyatning o'zga sayyora sivilizatsiyasi bilan birinchi aloqasi bo'lishi mumkinligi bilan bog'laydi. Tasavvur qiling, bir kuni dunyo teleskoplari Quyosh tizimiga kirib kelayotgan noma'lum obyektni qayd etadi. U asteroidga o'xshamaydi, kometaga ham. Uning harakati olimlarda savol uyg'otadi. Bir necha soat ichida internet portlaydi. Biz yolg'iz emasmizmi? Bu sun'iy obyektmi? U qayerdan keldi? Ammo hozircha bu faqat sensatsion bashorat. Lekin qiziq bir haqiqat bor. Insoniyat haqiqatdan ham koinotdan hayot izlamoqda. Olimlar minglab egzosayyoralarni kashf etmoqda. Kuchli teleskoplar ularning atmosferasini o'rganmoqda. Radioteleskoplar koinotdan kelayotgan signallarni tinglamoqda. Shuning uchun savol endi boshqa hayot bormi emas, balkim agar bor bo'lsa, uni qachon topamiz degan savolga aylanadi. Va tasavvur qiling, agar 2026-yil tugamasidan oldin olimlar boshqa sayyorada hayot mavjudligiga kuchli dalil topishsa, bu insoniyat tarixidagi eng katta yangiliklardan biri bo'ladi. Din, falsafa, fan, insonning koinotdagi o'rni haqidagi tushunchasi. Ammo bu yerda yana bir sir bor. Nega Vanga bashoratlari har yil yana qaytib kelaveradi?
Vanga 1996-yilda vafot etgan. Ammo oradan 30 yil o'tsa ham uning nomi bilan yangi bashoratlar paydo bo'laveradi. Nega? Chunki inson kelajakni bilishni xohlaydi. Biz noma'lumlikdan qo'rqamiz. Shu sabab Vangaga nisbatan beriladigan har qanday bashoratga ikki tomonlama qarash kerak. Bir tomondan sir, ikkinchi tomondan dalil. Shunday qilib 2026-yilning oxiriga qadar insoniyatni nima kutishi mumkin? Yangi geosiyosiy burilishmi? Kuchli tabiiy ofatlarmi? Sun'iy intellektda tarixiy sakrashmi? Tibbiyotda buyuk kashfiyotmi? Jahon iqtisodiyotidagi katta o'zgarishlarmi? Yoki noyabr oyida osmondan keladigan sirli yangilikmi? Bu savollarning javobini hozir bilmaymiz. Balkim bu bashoratlarning hech biri amalga ham oshmas. Balkim yil oxiriga qadar shunday voqealar sodir bo'larki, uni hech kim oldindan aytib bera olmas. Ammo bir narsa aniq, 2026-yil hali tugamadi va tarixning keyingi sahifalari hali yozilmagan. Endi savol sizga, sizningcha Vanga haqiqatan ham kelajakni ko'ra olganmi? Eng muhimi, agar 2026-yil noyabrda haqiqatan ham osmonda tushuntirib bo'lmaydigan obyekt paydo bo'lsa-chi? Siz birinchi bo'lib nimani o'ylar edingiz? Fikringizni izohlarda yozing. Chunki dekabr oyida biz bu videoga yana qaytishimiz mumkin va o'shanda bitta savolga javob beramiz. 2026-yil haqidagi bashoratlardan qaysi biri haqiqatga aylandi?